Assalomu alaykum. Tajriba o'zi YouTube kanali kuzatuvchilari. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan bog'ayotda xursandman. Bugungi dasturda Xudo xolasa jo'ja ochganda nima bo'ladi, qanday parvarish bo'ladi, bir ikkita savollar bo'lgan. O'shalar haqida gaplashamiz. Xudo xolasa shu ikkalasi pashti teng qo'yilgan edi. Endi pashtit yana teng ochyapti. Xudo xolasa rovna 33 kun, 34 kunda ochyapti. Tagi yaxshi somon bilan trambovka qilingan, kovlangan birinchi, keyin somon bilan trambovka qilingan. Tagi issiq tuxumlardi. Xudo xolasa bu ikkita partiyamiz 25 ta 27 tadan qo'yilgan edi. Xudo xolasa bitta ikkitadan urug'lanmagan bo'lgan edi. O'zi qilganimda qo'yani yaxshi edi. Xudo xolasa hammasi ochib chiqishni boshladi. Bu birinchi partiyam, mana bu birinchi raqamli joydagi jo'jalarimiz 25 ta. Xudo xolasa plus minus bular zakaz qilingan. Andijonlik hoji akamiz esimdan chiqib qoldi. Zakaz qilgan. 25 ming so'mdan ketdi. Xudo xolasa bitta ust boshini o'zini o'rnab boshqa qo'ygandan keyin telefon qilib berib yuborsak bo'ldi. Xudo xolasa jo'jalar xudo xolasa a'lo darajada, mashalloh, ko'z tegmasin. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Allohning mo'jizasi. Juda chiroyli, katta baquvvat, sog'lom ochishyapti. Ko'rib turganingizdek, ertalab 7 dona oldim tagidan. Shunaqa savollar bo'ladi. Jo'jalar ochayotganda nima qilaylik, olib qo'yaylikmi, olmaylikmi degan savolga javob shunaqa bo'ladi. Meni tajribamdan kelib chiqqan holatda agar tuxum soni 25 ta, 20 tadan ko'p bo'lsa, xullas, aytaylik 15 tadan ko'p tuxum bo'lsa, 15 tagacha olmasangiz bo'laveradi. Menda 25 ta, 20 tadan ko'p bo'ladi tuxum. Shuning uchun ochilgan har 6 soatda, 7 soatda olib turaman. Keyin bruderga qo'yaman. O'zini korobkada lampochka tushirib qo'yganman, issiq qilib. Shu korobkani ichiga qo'yib qo'yaman. Shu yerda keyin darsi bular hayot boshlashadi. Ochilgan olib turaman. Negaki, mayda qolganlarga xalaqit bermasligi uchun. Tavsiyam 15 tagacha bo'lgan tuxumingiz bo'lsa, turaversin. 15 tadan ko'p bostirgan bo'lsangiz, mana qilib po'choqlarni tozalab, har 6 soatda ichimcha yig'ishtirib tursangiz, bosib olmaydi, boshqa qilmaydi. Tagida qolib ketmaydi, majaqlanib qolganlarni ham ochib chiqishiga imkon yaratib bergan bo'lasiz. Mana qarang, o'rtalarida mana buni g'ijimlanib qolibdi. Mana qilib bitta yordam berib qo'ysangiz ham uradi. Bosilib, tuxum yalpayib qolgan past. Yangi ochib chiqqan. Buni ham olib kirib ko'ramiz bruderiga. Shunaqa savol bo'ladi. Xo'p, ochib chiqdi, bruderiga qo'ydingiz yoki onasi bilan katta bo'lishi kerak. Shunda qanaqa nimalar berib boqamiz degan savollarga maslahatim, start degan kombikorm bor. Faqat start bilan boqinglar. Tavsiyam, effekti o'ta a'lo. Zo'r ekan. Men buni sinab ko'rdim. Aytaylik, bir oydagi qilaydigan natijangizni 15 kunda qilasiz. Xullas, bu yerda tuxumimiz qolibdi. 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ta. 12 ta tuxum qolibdi. Bitta xudo xolasa. Bitta jo'jalarimiz 3, 6, 7 ta olgan bo'lsam, 7 ga 6, 13, 13 ga 12, 13 ga 12, 25 ta. 25 ta xudo xolasa ochib chiqyapti ekan. Inshaalloh. Bu ham xudo xolasa birinma-ketin bosilgan, lekin mana farqni ko'ryapsizlar. Biragilar
g'ovrimi ochyapti, biraylar 1-2 kun keyin ochyapti. Sababi buni tagi jicha nima bo'lgan. Buni ham tagi trambovka bo'lgan. Bu o'zi nimadir qilib tagini xullas ochib yerga yaqin qilgan, lekin tagi issiq baribir. Somon bilan trambovka qilingan. Lekin narginga nisbatan yuqqanligi uchun bu 1-2 kun kechikyapti mana. Lekin bunda ham teshganlari bor. Xullas keyin start bilan boqasiz. Bruderingizni harorati ochib chiqqandan keyin jo'jalar uchun 35 gradusdan boshlanadi. Keyin kundan kunga 1 gradusdan примерно tushirib borasiz. Taxminan qilsangiz ham bo'ladi. Shu lampochkani tepaga ko'tarib borasiz. Agar bruderingiz bo'lsa, gradus o'lchaydigan shu har kuni 1 gradusni tushirib borasiz. Va suvda bitta opada shunday bo'libdi, o'lim holatlari kuzatilgan jo'jalarda. Nima qilyapsiz, qanday bo'lyapti desam, xullas suvning ustiga suv quyib qo'ygan, dababka qilib. U aynigan suv, ustiga aynigan suv qo'yaverganda, u emas, aynigan suvning ustiga suv qo'yib, mana shunday boqqan. Ular qilmanglar. Bir kunda kerak bo'lsa 3 mahal suvni yangilanglar. O'zini spesialniy jo'jalar uchun chiqarilgan butilkaga moslangan plastmassa 2000-3000 ga beradigan plastmassa idishi bor. O'sha idish nimani qopqoqchasi, o'sha qopqoqchaga suv to'ladi. Butilkaga 1 litrlikka suv quyib, ag'darib qo'yinglar. Ular tushundinglar. O'shunda bir kunda kerak bo'lsa 2 mahal, 3 mahal almashtirib, yangi svejiy suv beringlar. Start kombikoridan kamida minimum 15 kun boqinglar. 1 oygacha boqsanglar bo'ladi. Lekin sharoit bo'lmasa 15 kun kamida boqishinglarni tavsiya qilaman. Xo'p, keyin tagi ho'l bo'lib, chilib bo'lmasin. Iloji boricha zelen onaqa nimalarni, o'tlarni 5-kundan, 4-kundan bersanglar bo'laveradi. Yangi tug'ilganlarga ko'k o't tavsiya qilmayman. Tuxum qaynatib beringlar. Tuxum ham yaxshi foyda beradi. Shu bostirganda tagiga обязательно e'tibor qilinglarki, 33 kunda rovna ochsin. Tagi yer turpoqqa bo'lib qolmasin. Manaqa ochib chiqqan po'choqlarni yana yoniga tashlab qo'yaverasizlar. Qolgan o'rdaklar yoki o'sha o'zi chiqqanida o'zi yeydi. Bu kalsiy. Telegram gruppamiz bor. Bu yerda YouTube'da kommentariya ochiq bo'ladi. Kimda savollar tug'ilsa, boshqa bo'lsa, o'sha Telegram kanalimga o'tib, gruppaga o'tib, bemalol yozishingiz mumkin. Tajriba uz 1 gruppa lotinchada uzmasdan yozsanglar chiqadi. Telefon raqamlarim bor. Manzil Shahrixon tumani, Do'stlik MFY. Xudo xolasa mana shunaqa jo'jalar zakaz qilishingiz mumkin. Hozircha ochadiganlarimiz ko'p. Inkubatorda begunok jo'jalar ham bor. Ochib chiqyapti, xudo xolasa ular ham. Xullas aloqadamiz. Qo'ldan kelgancha ma'lumot berdim degan umiddaman. Sizlar bilan Rustam Murodjon, Tajriba.uz kanalidan. Hammaga sog'lik, salomatlik.